Mana turgan joyida birinchi tomchini bosamiz. Suv sepib olamiz yuvadigan joyga, yengil. Suv sepgandan keyin bu yoqda o'zini shotkasi bor. Shotkasi bilan ishqalab olamiz yaxshilab. Ishqalab olgandan keyin yana bitta yengil suv sepamiz. Suv sepgandan keyin bu yoqda on off bosamizda pilitdan bo'lgan oxiriga ko'taramiz. Ko'tarib mana bu yerga tortib olamiz. %10% namligi bo'ladi. Bu 2-3 soat ichida quriydi. 2 soat ichida quriydi. Qurigandan keyin bitta effektini ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu narsalar kerak emas, turgan joyida bemalol yuvaverasiz. Mana to'kilib ketib qolsa ham. Mana bu yerda suv chiqyapti yo'q ekan. Buni ham xuddi shunaqa. Mana suv to'xtaguncha ishlatiladi. Shunda maksimaliy quriydi bu.